O'rtoqlar, Qashqadaryoda haqiqiy tandir yeganmisizlar? Yo'q, yemagansiz. Chunki mana men ayam maslahatlar. Xo'p, akam Qashqadaryodan kelishdi, inshaalloh. Raqiblar bo'yicha internet tarmog'ida ko'ryapsiz, Instagramda ko'rib va kelishdi. Shuncha uzoq yo'l bo'lsa, Farg'ona Yoshlar tumani ofisida kelishdi. Akamni poni pasportlarini proverka qildik va akamni proverkadan keyin 11 chasqir genetik stavka federal butun tur bo'yicha raqibga tushib qolishgan ekan. Endi shtraflar orqali ketilgan. Hop, akamni ota-onasi 3 oydan 7 oygacha shartnoma qilyapmiz. Oldindan 50% pul to'lashdi, 50% zarfiyatlar ochilgandan keyin. Xudo xolasa, aka ofisimiz bor ekan, maqtabsan. Ofisga keldik mana Farg'onaga izlab. Yaxshi. Ko'rishdik mana bu kishilar bilan. Endi mana shu shartnomani qildik, nasib bo'lsa yaxshi natijalar kutib qolamiz. Iloyim, xudo xolasa. O'rtoqlar, video like bosib taqib o'rasizlar. Akamniki P11 shu mavzuda bir informatsiya kerak bo'lsa, telefon qilsangiz ko'tara olmasak, iltimos qilaman. Hozir bir kishi ish olib boryapti. Telegramda yozsangiz to'liq ma'lumot javob beradi va o'zlaringizda o'sha zarfiyatlaring uchun depozitlaring bo'yicha biror ma'lumotlaring bo'lsa, Telegramdan sira tashlab beringlar, sira ochiladi, ochilmaydi, sira zarfiyat. Bu ofisimizda zarfiyat depozit ochmaymiz. Bu ofisimizda dokumentatsiya ishini qilamiz. Asosiy dokumentatsiya ishlari, ya'ni zarfiyatlarni ochish bo'yicha maslahat aytasiz, ikkita alakani shifoyatini qilib qo'yadi. Hammaga kattakon rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ofisga kelmoqchi bo'lganlar dushanbadan jumagacha vaqt keladi, chunki shanba bozorlar tasdiqlanib ishlamaydi. O'shani hisobdan qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.